2026-yil avgust-sentyabr oyiga umra safarini rejalashtiryapsizmi? Unda bu video aynan siz uchun. Assalomu alaykum, bizni uzoq yaqindan kuzatib turgan hurmatli YouTube kanali obunachilari. Hozirda biz sizlarga umra safari haqida qisqacha ma'lumot berib o'tishga harakat qilamiz. Buning uchun like, podpiska bosib, umraga bormoqchi bo'lgan yaqin aka-uka, opa-singillaringizga videoni yuborib qo'ying azizlar. Azizlar, hozirda umra safarimiz 14 kundan iborat. 14 kunlik umra safarida 2 kecha 3 kunduz Madinada hamda 11 kun Makka-i Mukarramada bo'lasizlar azizlar. Undan tashqari Madinada markaziyada joylashgan 4 yulduzli mehmonxonalar, 2 mahal o'zbek milliy taomlari. Makkada esa 800-900 metr oraliq masofada bo'lgan Diyor Al-Aroba mehmonxonasi, 4 yulduzlik 3 mahal o'zbek milliy taomlari sizlarni kutib turibdi azizlar. Va 14 kun mobaynida malakali, tajribali ellikboshlar hamrohligida bo'ladi. Sayohat va ziyoratlarimiz 15 tadan oshiq azizlar. Bemalol ekraningizdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, o'z joyingizni o'zingiz bron qilishingiz mumkin azizlar. Xo'p, undan tashqari sizlar bilan qanday bog'lanamiz desangiz, bizlar bilan azizlar Telegram, WhatsApp orqali aloqaga chiqsangiz, biz bilan tuzilgan shartnomalarga ega bo'lasiz azizlar. Agar to'lovlarni amalga oshirishmoqchi bo'lsangiz, bemalol kelib Marlon City'da to'lovlarni naqd so'mda amalga oshirib, biz tomonidan tuzilgan shartnomalarga ega bo'lishingiz mumkin azizlar. Azizlar, hozirgi kunda reyslarimiz har hafta, haftani har seshanbaga Toshkent-Jidda yo'nalishli reyslarimiz bor. Haftani har chorshanbaga Farg'ona-Jidda yo'nalishli reyslarimiz bor azizlar. Azizlar, reyslarimizning narxi esa Toshkent-Jidda yo'nalishli reysimizning narxi $1050 dan, Farg'ona-Jidda yo'nalishli reysimizning narxi esa $1075 iborat azizlar. Xo'p, hozirda sizlarga aytib o'tgan paketim standart plus paket bo'lib, komfort paket bilan bemalol birlasha oladigan paketdir azizlar. Agarda bizdan tashqari o'zingizni qiziqtirgan savollar bo'lsa, bemalol ekraningizdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Video yoqqan bo'lsa, like, podpiska bosib, umraga bormoqchi bo'lgan yaqin aka-uka, opa-singillaringizga videoni yuborib qo'ying. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling.